Ma'lum bir kuni o'rningizdan turib o'zingizning bu dunyodagi eng oxirgi odam ekanligingizni bayqasangiz nimalarni qilasiz? Amaliyotda bu ishni bayqabla siz hayotingizda erishib boqmagan xushallikqa erisha olasiz. Chunki bundan keyingi kunlarda siz xizmat, pul degandek narsalarning g'amidan butunlay xalos bo'lasiz. Hech qanday belgilamaning cheklamasiga uchirmaysiz. Bir kundan keyin siz tanlab bozorga kirib, xohlagancha o'zingiz yoqtiradigan narsalarni tanlab olasiz. Keyinda siz har xil ko'rgazmaxonalarga tizilgan musobaqa avtomobili, hashamatlik avtomobil qatorliqlardan erishishni orzu qiladigan, ammo erisholmaganlarni tanlab yuqori suratli tosh yo'lda bo'lish chaydaysiz. Kech kirganda siz eng qimmat mehmonxonani tanlab aram olasiz. Aram olish jarayonida xushalligingizdan hatto uyqungiz kelmaydi. Chunki bu ishlarning hammasi xuddi xiyoliy tuyg'udek bir uxlab qopsangiz asli turmushingiz qaytib qoladigandek bilinadi. Ammo bir haftadan keyin masalalar bir-birlab chiqishga boshlaydi. Tok va suv bilan bizni har vaqt ta'minlaydigan xizmatchilar bo'lmaganlikdan turmushingiz amalsizlik patqiq ketib qoladi. Obod ko'chalarda jimjitlik hukm suradi. Sizni birdan bir xushal qilib kelayotgan tor dunyosimi turmushingizdan tuyuqsizlik g'oyib bo'ladi. Bu chaqda hayotingizda erishib boqmagan yiliq xushallik tuyuqsizlik bir xil tashvish va qo'rqinchga aylanib qoladi. Bu vaqt siz hayot qilish uchun tanlov bozoridagi tatliq suvni ichishga boshlaysiz. Ammo bu suvmi hamon bir kunda tugaydi. Tanlov bozoridagi sayko'ktat, meyvchi va qatorliqlar sovuq saqlashdan ayrilib qolg'achqa tezda buzilib qoladi. Bir oydan keyin yadro elektr stansiyaları kontrolsiz qolganlikdan atrofdagi muhit buzg'unchilik uchraydi. 3 oydan keyin yovvoyi hayvonlar asta-asta shaharga kirib o'rinlashadi. Ularning hujumiga saqlanish uchun siz bu yerdan chetrak yega berishingiz kerak. 6 oydan keyin tanlov bozoridagi barliq mahsulotlar asosan chirib bo'ladi. Bu chaqda qo'rsingizni to'yg'izish va hayot qilish uchun siz cho'qim ovulashni, tamoq etishni o'rganishingiz kerak. Bu chaqda to'r bo'lmaganlikdan siz bularning hammasini kitobga qarab bir-birlab o'rganishga majbur bo'lasiz. Bir yildan keyin yer terish, tamoq etish degandek ishlarning hammasi qo'lingizdan keladigan bo'ladi. Siz asosiy yashash prinsipini to'liq egallab bo'lasiz. Ammo uzun mazgil hech kim sizga hamroh bo'lmag'achqa yolg'izlik sizni qiynashga boshlaydi. Ro'yi jihatdagi besimni yengillatish uchun siz bir ish biqib olasiz. 5 yildan keyin ko'pincha shaharlar o'simlik va hayvonlarning yashash makoniga aylanadi. Bu chaqda siz bexatar joyga ko'chib ketishga majbur bo'lasiz. Temperaturasi illiq dengiz rayoni sizning eng yaxshi tanlashingiz bo'lib qoladi. 10 yildan keyin insonlar yasagan imoratlar tabiat tarafidan asta-asta yutib etiladi. Hamma joy yop-yeshillik bilan qoplanadi. Bu chaqda siz dengiz bo'yida oftob sing'ash ko'z oldingizdagi ishlarni qabul qilishga boshlaysiz. Vaqtning o'tishiga ergishib sizmi qeriysiz. Hamda xotir daftaringizni ichib, nimaning haqiqiy erkinlik ekanligiga, nima uchun insonlarning ijtimoiy jonliq ekanligiga eng to'g'ri javobni berasiz. Hamda eng oxiriga odam bilan odam degan bir jumla so'zni qoldirib, hayotingizni oxirlashtirasiz. Shuning uchun hayotimizda erkinlik qoidaning cheklamasidan ayrilganda bakli ma'nisiz bo'lib qoladi. Uningdan boshqa turmushimizda pul, katta mashina degandek moddiy narsalar bizga haqiqiy xushallikni bera olmaydi. Bizga xushallik bera oladigan dal atrofimizdagi har bir mehrli kishilardir.